Hurmatli Aziza Tashxo'jayeva, sizni shukronalik haqidagi kitoblaringizni o'qib, men shukronalikni his qilaman. Sizni boringizga shukr. Bugun Nashrabonuz tashabbuslari bilan tashkil etilgan, respublikamizda ancha ko'zga ko'ringan, ancha insonlarga ruhiy yordam bera olgan va yordamlarini haqiqatda insonlarga ko'rsata olgan kuchli psixolog bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda biz o'zimiz uchun kerakli bo'lgan har qanday savolga javob topdik deb o'ylayman. Bu manzarani ayollarimizning yuz ko'zlaridan ham ko'rishingiz mumkin. Ular har birlari umidlarga to'la nigohlar bilan har bir aytilayotgan so'zlarni mehr bilan qabul qilayotganliklari va o'zlariga singdirgan holda keyingi hayotlarida tatbiq etishlari sezilib turibdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz barcha ayollar, qizlar hammamiz sevgan, hammamiz tanigan mashhur psixologimiz Azizaxon Toshxo'jayevaning treninglarida bo'lib o'tdik. Albatta, u kishining Shukronalik timsoli bo'lmish, Shukronalik mo'jizalari kitobi bilan ancha tanishdik, yaqindan tanishdik. O'zimiz uchun juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlar, insaytlar bilan tanishdik. Juda ham maroqli suhbat va juda ham chiroyli trening bo'lyapti o'rtada. Bugun tinchlik klassida bo'lib o'tayotgan Azizaxon Toshxo'jayevani treninglariga qatnashayotganimizdan juda ham xursandman va Navoiyda bu trening birinchi marta bo'layotgani yo'q. Har safar Azizaxon Toshxo'jayevani kelayotganlaridan, tashriflaridan va bizlarni har safar qatnashayotganlarimizdan juda ham mamnunman va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Azizaxon Toshxo'jayevaga ayollarimiz nomidan kattakon rahmat aytmoqchiman. Shukrona yozishni, shukr aytishni o'rganganimiz uchun va mana shu kitoblarini, Shukronalik mo'jizalari kitoblarini yozganlari uchun, bizga taqdim etganlari uchun kattakon rahmat.
barcha kuzatuvchilarimizni 12-aprel kunidan boshlanadigan ustoz shogird maktabimizga lutfan taklif etamiz.